Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 o'z dasturlarini davom ettiradi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat tashrifi bilan Gruziya davlatida bo'lib qaytdi. 2 kun davom etgan uchrashuvlar va rasmiy tadbirlar davomida Tbilisidagi oliy darajadagi muzokaralardan tashqari parlamentlararo va hududlararo aloqalar, umuman hamkorlik, madaniy-gumanitar almashinuvlar, sanoat, farmatsevtika, kimyo, qishloq xo'jaligi, turizm, energetika, axborot texnologiyalari va transport logistika yo'nalishlari bo'yicha muhokamalar bo'lib o'tdi. Bugun studiyamizga ana shu jarayonlarni muhokama qilish uchun ekspertlarni taklif etganman. Ular bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Odiljon Mamadaliyev, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston Liberal demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi hamda Asror Sattorov, siyosiy fanlar doktori, Jamoat xavfsizligi universiteti dotsenti. Assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik. Mana 2 kunlik tashrif amalga oshirildi davlatimiz rahbarining Gruziyaga va ushbu tashrif juda ham tadbirlarga boy bo'ldi. Umuman O'zbekiston va Gruziya o'rtasidagi munosabatlarning yangi bir bosqichini boshlab berish uchun qator huquqiy asoslar o'rnatildi, qator uchrashuvlar bo'ldi. Bu madaniy uchrashuvlar bo'ladimi, siyosiy darajadagi muzokaralar bo'ladimi? Bugun mana shular haqida va ularning O'zbekiston uchun ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning shakllanishi, rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida bugun sizlardan batafsil ma'lumot olishga harakat qilaman. Odiljon aka, dastlab sizga yuzlanmoqchi edim. Keling, mana shu tashrifgacha bo'lgan jarayon, O'zbekiston va Gruziya nima bog'lab turgan edi? Qanday sohalar bizda ustuvorlik kasb etar edi? Umuman o'zaro tovar ayirboshlash hajmi qanchani tashkil etar edi va mana shu tashrifdan so'ng bu boradagi vazifalar qanday qo'yildi? Qanday bir yangi nima deydi, normalar qo'yildi, yangi bir maqsadlar, yangi vazifalar qo'yildi? Dastlab shu haqida marhamat. Assalomu alaykum. Darhaqiqat davlatimiz rahbarining Gruziyaga tashriflari o'ziga xos bir tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan tashriflardan biri sanaladi. Bu eng avvalo mana shu ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini mustahkamlash va sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqsa, qolaversa, demak istiqboldagi mana shu rejalarimiz, strategik maqsadlarimiz va milliy manfaatlarimizni ilgari surishdagi qator maqsadli vazifalarni ijrosiga qaratilgan kelishuvlarga boy bir muhim tadbir bo'ldi. Eng e'tiborli jihati bu nafaqat mamlakatimiz manfaatlari yo'lida, balki bu bevosita mintaqa manfaatlari yo'liga ham xizmat qiladi. Endi biz bilamizki, tarixiy Gruziyaning joylashuvi nuqtai nazaridan mintaqaning asosiy muammosi transport logistika muammosini yechishda muhim o'rin tutadigan mamlakatlardan biri sanaladi. Chunki bevosita Gruziya transport infratuzilmasi orqali, xususan hozirgi ulardagi faoliyat yuritayotgan Baku, Tbilisi va Turkiyani bog'lovchi o'sha Kars tarmog'i transport yo'li, demak bevosita quruqlik orqali va shu bilan bir qatorda uning portlari bevosita Qora dengiz orqali Yevropa bozoriga, jahon bozoriga chiqishga asosiy transport hubi sifatida faoliyat yuritadi. Bu logistika nuqtai nazaridan bo'lsa, bevosita mana shu yo'nalishda, demak, savdo-iqtisodiy aloqalar nuqtai nazari, bu alohida bir bozor sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va bilamizki, mamlakatimiz Gruziya bilan hamkorlik aloqalari doimiy ravishda rivojlanib kelgan va so'nggi yillarda jadal rivojlanib bormoqda va ikki davlat prezidentlari uchrashuvlarda ham bu e'tirof etilgan. Xususan, bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 270 million dollarga yetdi. Buni statistikasini ko'radigan bo'lsak, demak, asosiy siljishlarimiz, ya'ni keskin rivojlanish bu bevosita 17-25 yillarga to'g'ri keladi va bu tovar ayirboshlashni 3 barobar oshganligini ko'rsatib beradi. Va yana ikkinchi bir raqamimiz, bugungi kunda O'zbekistonda umumiy hisobda 20 mingdan ziyod Gruziya sarmoyasi ishtirokidagi korxonalar faoliyat yuritmoqda. Bular demak 4611 ta qo'shma korxonalar bo'ladigan bo'lsa hamkorlikdagi va bundan tashqari demak 16 mingga yaqin demak bevosita xorijiy o'sha Gruziya hamkorlarining mablag'lari ishtirokida tashkil etilgan xorijiy korxonalar sanaladi. Mana shu ham demak qator iqtisodiy yo'nalishlarda ikki mamlakat o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalar o'rnatilganligidan dalolat beradi. Mana shu uchrashuv doirasidagi imzolangan 17 ta hujjat, xususan demak bevosita kooperatsiya dasturimiz bevosita mana shu hozirgi kungacha erishilgan iqtisodiy hamkorlik aloqalarimizni yanada jadallashtiradi va mana shu tasdiqlangan va kelishilgan kelishuvlar natijasida kelgusi yillarda tovar ayirboshlashni 1 milliard dollarga yetkazish ham rejalashtirib olingan. Shu bilan bir qatorda albatta bevosita ikki tomonlama tuzilgan 14 ta hamkorlik kelishuvlari, memorandumlar ham albatta tarmoq yo'nalishlari bo'yicha
bu yo'nalishdagi hamkorliklarimizni rivojlantirib borishga xizmat qiladi. Asror aka, hozirgi kunda Gruziya bilan O'zbekiston qaysi sohalarda, qaysi yo'nalishlarda hamkorlik qilyapti? Qaysi sohalar ustuvor va oldinda bo'lajak, qaysi sohalar hamkorlikning asosini tashkil qiladi? Va qaysi sohalarda bizda istiqbollarimiz bor hamkorlikni rivojlantirish uchun? Demak, Gruziya va O'zbekiston hamkorlik aloqalari albatta uzoq o'tmishga ega. O'sha mustaqilligimizning ilk yillarida Gruziya MDH davlatlari orasida O'zbekiston mustaqillik birinchi bo'lib tan olgan mamlakat hisoblanadi. Garchi kichik mamlakat bo'lsa-da, O'zbekiston uchun juda muhim strategik hamkor mamlakat hisoblanadi. Chunki O'zbekiston bizga ma'lumki, dengiz mamlakatlari, dengiz hududi, okean hududlariga chiqish bo'yicha ancha cheklangan mamlakat hisoblanadi. Kamida ikkita davlatni hududini bosib o'tish kerak. Bu borada bizga Gruziya juda qulay va juda muhim, aytaylik, o'sha portlarga ega bo'lgan davlat hisoblanadi. Kavkaz mintaqasi, Qora dengiz mintaqasi, qolaversa bu hudud orqali Yevropa bozoriga kirishda ham Gruziyaning strategik ahamiyati yuqori. Biz hozirgi kunda asosan to'qimachilik sohasida, xomashyo yetkazib berish sohasida, turizm sohasida bu mamlakat bilan keng hamkorlik qilamiz. Yuqorida aytilgandek 17-yildagi o'ziga xos bir strategiyamiz va shu 25-yilgacha sohada bizda IT yo'nalishida ham hamkorlik yo'nalishlari rivojlantirildi va o'sha 2-3 yil kunlar bo'lgan yig'ilishlarda ham bu sohaga oid alohida vazirliklar aro, hukumatlar aro shartnomalar imzolandi. Sohani rivojlantirish bugun jahonda juda muhim bo'lgan. Va shu o'rinda yana men aytib o'tmoqchimanki, Gruziya 92-yil Jahon bankiga va Xalqaro valyuta jamg'armasiga a'zo bo'lgan va O'zbekiston bir necha yildan beri intilayotgan Jahon savdo tashkilotiga 2000-yil 14-iyunda a'zo bo'lgan davlat hisoblanadi. Bugungi kunda Gruziya garchi MDH davlati hisoblansa-da, uni asosiy bozori, asosiy savdo hamkorlari Yevropa hisoblanadi. Asosan Gruziya o'sha yuk tashish, o'sha hududda transport, logistika tizimidan ham juda katta daromad olayotgan mamlakat hisoblanadi va uni asosan aytaylik o'sha eksport, import darajasini 80% bugungi kunda Yevropa ittifoq mamlakatlari bilan demak to'g'ri kelmoqda. Biz uchun ahamiyati shundaki, demak, O'zbekistonning tovarlarini valyuta yuqori bo'lgan, narxlar yuqori bo'lgan Yevropa bozoriga kirib borishda, ya'ni transport, logistika yo'nalishini arzon yo'nalish hisoblangan Gruziyani ma'lum portlari hisoblanadi. Mana yuqorida yana aytildi o'sha koridorlar haqida. Demak, o'sha o'rta koridor sifatida bizga hozirgi kunda asosan Yevropa qit'asi hududlariga, Yevropaning 45 ta mamlakati hududiga biz mahsulot chiqarishdagi yo'nalishimiz Shimoliy koridor deyiladi. Asosan Rossiya orqali Qozog'iston, Rossiya Shimoliy koridor. Bu juda katta uzoq masofa hisoblanadi. Shu bilan birgalikda o'rta koridor orqali Gruziyaga taalluqli bo'lgan Poti yoki aytaylik o'sha portlari, Batumi portlari orqali biz tovarlar yetkazib, o'sha yerda hozir logistika markazi tashkil qilindi. O'zbekiston bilan hamkorlikda uni logistika markazining salohiyati 18-14 milliard dollarga baholanyapti. Ya'ni mahsulotlarni o'sha hududga joylashtirib, u nafaqat biz bilan boshqa mamlakatlar tovarlari ham joylashadi, Yevropa bozoriga kirib olishimizda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida aytilgan mana 14 ta hujjat va ko'plab hujjatlarda nafaqat savdo hamkorlik, Gruziya xalqini o'zbek xalqiga yaqinlashtiradigan, Gruziya zaminidagi aytaylik o'sha hamkorlikni, madaniyatni rivojlantiradigan, gruzin madaniyati bilan o'zbek xalqini, o'zbek madaniyati bilan ularni tanishtirishda, do'stlik aloqalarini mustahkamlashda mana shu yuqoridagi bitimlar muhim ahamiyat kasb etadi. Demak, shuni xulosa qilishimiz mumkinki, O'zbekistonni o'sha birinchi Ozarbayjon bilan yo'lga qo'ygan hamkorligi, o'sha portlardan foydalanish masalasi, ana endi keyingisi navbatda bu Gruziya bilan uning portlari, o'sha hozir aytib o'tgan Poti port bor, mashhur shu Batumi portlaridan foydalanish imkoniyati, hozir logistika markazini qurish, bu Gruziya demak O'zbekistonni Yevropa bozorlari uchun o'ziga xos darvoza vazifasini bajaradi. Ana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, mana shu tashrif va unda ko'rilgan masalalar, aynan muhokama qilingan mavzularning bosh mavzusi ham aynan transport, logistika masalalari bo'lganligi bejiz emas. Ana endi keling, Nodirjon aka, mana shu tashrifda qanday muhokamalar bo'ldi, uchrashuvlarda nimalar bo'ldi, qanday sohalarda kelishuvlar imzolandi va qanday vazifalar qo'yilyapti? Avvalambor o'sha yuqorida e'tirof etilgandek, bevosita davlatimiz rahbari tashriflari avvalambor ikki davlat rahbarlarining uchrashuvlari bilan boshlandi va mana shu jihatida ikki davlat tomonidan bugungi kundagi erishilgan natijalar sarhisob qilindi, qayd etildi va albatta ularni rivojlantirish, xususan yuqorida aytib o'tilgandek transport logistika yo'nalishida va shu bilan bir qatorda hozirgi savdo iqtisodiy aloqalarni ham kengaytirish borasidagi istiqbolli rejalar, maqsadlar kelishib olindi. Va mana shu uchrashuvlar doirasidagi imzolangan hujjatlarimizda ham ko'ramizki, bu bevosita qishloq xo'jaligi, sanoat, kimyo sanoati, ya'ni shu bilan bir qatorda farmatsevtika,
raqamli texnologiyalar, to'qimachilik sanoatini rivojlantirish va shu bilan bir qatorda tijorat bank, raqamli bank tizimlarini rivojlantirish va turizmni rivojlantirish va shu bilan bir qatorda albatta iqtisodiy hamkorlikni uzviy bog'liqlikdagi madaniy hamkorlik, gumanitar hamkorlikni ham rivojlantirish yo'nalishidagi kelishuvlarga erishildi. Xususan mana yuqorida aytib o'tganimizdek, qo'shma loyihalarimizni amalga oshirish barobarida bevosita ana shu kooperatsiya dasturini qabul qilinganligini biz ko'ramiz va albatta mana shu loyihalarni samarali va tezkorlik bilan hayotga tatbiq etish uchun alohida biz ko'ramizki, investitsiya jamg'armasini tashkil etilishi bo'yicha tashabbusni ilgari surilganligini. Bu bevosita mana shu loyihalarni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlarimizga va bevosita mana shu jarayonda ishtirok etayotgan ikki davlat subyektlariga qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida bir mexanizm sifatida ko'ramiz. Va shu bilan bir qatorda biz yuqorida o'tganimizdek bevosita bizning elchixonamizni ochish masalasini ham gaplashilishi, bu ana shu hamkorlik natijasida albatta ikki davlat fuqarolarining, tadbirkorlik subyekt vakillarining ikki davlat o'rtasidagi qatnovlarning rivojlanishiga ham olib keladi va mana shu jihatdan munosabatlarni yo'lga qo'yishda, hamkorlikni yanada izchil rivojlantirib borishda va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda demak aloqa vositasi sifatida elchixonaning ham o'rni ahamiyati katta bo'ladi. Va shu bilan bir qatorda 14 ta ikki davlat idorasi o'rtasidagi hamkorlik bitimlari, memorandumlari haqida gapirdik. Bu bojxona bo'yicha yoki o'sha e-permit ruxsat etish tizimi masalalarini joriy etish masalalarida, shu bilan bir qatorda demak o'sha moliya idoralari, ijro byurolari o'rtasidagi hamkorlik memorandumlari albatta mana shu yo'nalishlardagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi. Va Asror aka, yana bir masala, Gruziya O'zbekiston uchun Gruziyaning ahamiyati, ya'ni uni joylashgani, ularning portlari, o'sha aytib o'tganimizdek, Yevropa bozorlariga chiqish uchun muhim hisoblanadi. Va Gruziya uchun O'zbekistonning ahamiyati qanday? Markaziy Osiyoda aynan yuragida joylashgan O'zbekiston uchun O'zbekiston qanchalik ahamiyatga ega va Gruziya qanday maqsadlarni qo'yapti O'zbekiston bilan hamkorlik orqali? Demak, Gruziyaning ham o'ziga xos manfaatlari bor. O'tgan davr mobaynida ancha aloqalar cheklanib qolgandi. Bu cheklanishda ham ma'lum bir sabablari bor. Gruziyada bilamizki, o'sha Mixail Saakashvili davridan oldingi aytaylik, Kavalashvili davrlari va boshqa umuman prezidentlar davrida ozgina cheklanish bo'ldida. Bunga ham o'ziga xos tashqi ta'sirlar bor. Oldin Gruziya aytaylik o'sha 2003-2005 yilgacha ko'proq MDH mamlakatlari sobiq ittifoq bilan aloqa qilgan bo'lsa, lekin ayrim tashqi ta'sirlar bo'ldiki, hatto 2007-yilda MDHdan ham chiqib ketdi-da Gruziya, MDH tashkilotidan. Shu sababli ancha cheklandi, lekin oxirgi yillarda mana O'zbekistonda bo'layotgan keng o'zgarishlar, O'zbekiston tashqi siyosatidagi tub burilishlar, umuman olganda demak Yevropa bilan hamkorlik aloqalari muhim ahamiyat kasb etadi. Gruziyani o'zi hozir qayta ishlab chiqarishga muhtoj mamlakat. Unga tovar xomashyo bazalari kerak. Kerak bo'lsa aytaylik o'sha texnologiyalar sohasida, raqamli texnologiya sohasida mana tabiiy mineral xomashyolar zaxirasi bo'yicha talab katta Yevropa bozoridan va mana shunday mahsulotlarni ko'proq, ya'ni yarim tayyor mahsulot deyiladi, O'zbekiston orqali kirib borishga harakat qilinyapti. O'zbekiston 40 millionga yaqin aholisi bor. O'zbekiston aholisi uchun Gruziya turizm jozibadorligini oshirishda ham ahamiyati bitta muhim. Chunki bugun aytaylik o'sha arab mamlakatlari boshqa hududlarga, ayniqsa aytaylik Birlashgan Dubay va hokazo joyga borayotgan mamlakat aholisi hozirgi kunda ko'proq Gruziyani tanlayapti. O'sha Barjomi deymiz, boshqa deymizmi, u yerga qiziqish oshyapti va bu Gruziya bozori uchun juda katta turizm oqimini olib keladi. Nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyoda 70 milliondan ortiq aholi bor. Shularni ham demak oqimini demak Gruziyaga bu demak chorlaydi. Shu uchun ham Gruziya bugun darvozalarini ochyapti. Gruziya mana efir oldida aytib o'tdik, hali yalpi ichki mahsulot bo'yicha unaqa 100 milliard, 70 milliardlik mamlakat emas, 40 milliarddan sal ko'proq. Ularning strategiyasi bor ekan, 2031-yilgacha mamlakat yalpi ichki mahsulotni 80 milliard dollarga yetkazish. Ana shularga erishishda albatta O'zbekiston bilan hamkorlik muhim hisoblanadi va yuqorida men aytib o'tdim, 2000-yil 14-iyundan beri a'zo bo'lib kelayotgan Jahon savdo tashkilotiga agar O'zbekiston ham shu yil oxirigacha kirsa, ikki mamlakat o'rtasida tovar ayirboshlash o'zaro bojsiz, ya'ni to'siqlar olib tashlanadi. Bu Gruziya bozori uchun ham juda ahamiyatli hisoblanadi. Va imzolangan shartnomalar yuqorida mana
Mutaxassislar aytib o'tdilar, e-permit ruxsatnomalar, bu elektron ruxsatnoma. Gruziyani o'zida turib, o'zbekistonlik murojaat qilsa, tovarini olib kirish uchun elektron ruxsat oladi. Gruziyalik savdogar ham O'zbekistondagi aytaylik byurolarga murojaat qilib, e-permit tizimi orqali o'zini ruxsatini oladi. Juda oson. Shu bilan birgalikda mana Gruziyani bugungi kunda asosan mahsulotlar iste'molchilari 20% dan oshiq Qirg'izistonga, 12,5% dan oshiq Qozog'istonga, 10.3% dan oshiq Rossiyaga to'g'ri kelmoqda. Qozog'iston va Qirg'iziston bilan tutash bo'lgan O'zbekiston ham juda katta Gruziya mahsulotlariga bugun ehtiyoji bor. Kerak bo'lsa o'sha ishlab chiqargan mahsulotlar, trikotaj mahsulotlari bularni O'zbekiston bozoriga olib kirishga harakat qiladi. Endi bu yerda katta raqobat Xitoy bilan bo'ladi, lekin Gruziya hatto mana Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoydan o'zini hududiga Turkiyadan asosan 3 ta importyori bor ekan. Turkiya 15%, AQSh 14.7%, Xitoy 10.7%. Mana shuni ham sal kamaytirgan holda eksportni kuchaytirish va importni sal kamaytirishga Gruziya maqsad qilmoqda va o'zlarini har xil yo'nalishda maqsadlari bor. Neft-gaz sohasida, farmatsevtika sohasida Gruziya bozoriga o'zbek savdogarlari, Markaziy Osiyo savdogarlari kirib borishi ular uchun juda katta manfaatli hisoblanadi. Va tushunarli yana bir muhim voqea bo'ldi, e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bugun albatta aytib o'tish kerak. Bu Tbilisi shahridagi tadbirlar doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentini Gruziyaning oliy davlat mukofoti Oltin Mo'yna ordeni bilan taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Bu mukofotning, bu e'tirofning ahamiyati qanday va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yanada rivojlantirishda va O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarga bosh bo'layotgan davlat rahbarini ishlariga e'tirof etishda qanchalik bu ahamiyatga ega va ikki davlat o'rtasidagi do'stlik munosabatlarini shakllantirishda va bu boradagi ishlarni yana bir bosqichga olib chiqishdagi o'rni. Albatta mana yuqorida to'g'ri e'tirof etib o'tdingiz. Bu Gruziya davlatining oliy mukofoti hisoblanadi va o'sha 98-yildan joriy etilgan bu Oltin Mo'yna ordenini tarixiga nazar soladigan bo'lsak, sanoqli boshqa davlat arboblari taqdirlangan va shular qatorida mamlakatimiz prezidenti yurtboshimizni taqdirlanishlari bu eng avvalo mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar va ularning samarasi. Qolaversa, jahon siyosatida, iqtisodiyotda O'zbekiston o'zining munosib o'rniga, pozitsiyalariga ega bo'layotganligi, ishonchli hamkor sifatida dunyo tomonidan e'tirof etilayotganligi va albatta davlatimiz rahbarining mana shu mamlakatimiz mintaqa manfaatlari yo'lida jahonda demak olib borilayotgan hamkorlik aloqalarini o'rnatish borasida do'stona, ochiq, pragmatik tashqi siyosatlarining demak alohida bir e'tirofi sifatida ko'rsak o'rinli bo'ladi. Va yana bir muhim tadbir aynan madaniy aloqalarda bu Alisher Navoiy nomining berilishi Tbilisidagi bog'larning biriga. Bilamiz, O'zbekistonda o'sha Gruziyan madaniyat markazlari faoliyat yuritadi, o'zini konferensiyalari bor va o'zini aholisi va birlashmalari faoliyat yuritadi va u yerda Alisher Navoiy nomining berilishi qanchalik ahamiyatga ega va uning aynan madaniy sohadagi aloqalarni rivojlantirishdagi o'rni qanday bo'ladi? Asror aka. Albatta, Hazrat Alisher Navoiy turkiy olamni ulug' demak allomasi hisoblanadi. Aytaylik o'sha nafaqat o'zbek xalqi Markaziy Osiyo, Ozarbayjon, Eron hududlarida, mana Gruziyada ham o'zbek tilini rivojlantirish, o'zbek tilini o'rganish bo'yicha Gruziya mamlakatida ham qiziqishlar bor. Bizga ma'lumki, Toshkent shahrida gruzinlarning mashhur shoir, yozuvchi Shota Rustavellining haykali, ko'chasi bor va endi mana Gruziya hukumati ham qaysidir ma'noda bir e'tirof sifatida, e'tikof sifatida O'zbekistonni, demak o'sha ulug' allomasini Alisher Navoiyni poytaxtdagi ko'chalardan biriga qo'ydi va haykal o'rnatildi va yuqorida hukumatlar o'rtasida bo'lgan yig'ilishda bevosita Gruziya madaniyat vazirligi va O'zbekiston madaniyat vazirligi o'rtasida 2027-2030-yillarga mo'ljallangan alohida hamkorlik dasturi qabul qilindi. Bu hamkorlik dasturida Hazrat Navoiyning ilmiy merosini ham tadqiq qilish, o'rganish, madaniy sohada hamkorlikda aytaylik kinofilmlar olish, madaniyat kunlarini tashkil etish. Qolaversa mana keyingi yilda bizda Gruziya ta'limi va madaniyati festivali ham tashkil qilinar ekan. Bularga qaysidir ma'noda o'ziga xos bir javob tarzida, o'ziga xos bir munosabat tarzida bu yo'lga qo'yildi. Biz Hazrat Navoiyni mana ko'radigan bo'lsak, Moskvadan tortib Tokiogacha, aytaylik Bokudan tortib mana Tbilisida ham Navoiyga haykal qo'yildi. Bu ulug' allomamiz, ulug' zot, o'rta asr uyg'onish davrining buyuk
yozuvchisi buyuk demak o'sha g'azal mulki sultoni nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasi turkiy xalqlari va gruzin xalqini ham hayotida muhim ahamiyat kasb etganligi uchun Hazrat Navoiyga bir ehtirom, o'zbek xalqini hurmati sifatida bu o'rnatildi. Kelajakdagi demak madaniy hamkorligimiz, madaniy sohadagi rivojlanish, o'zaro yozuvchilar uyushmasi orqali hamkorlik o'rnatishda bu e'tirof, bu aytaylik Navoiyni monumentining qo'yilishi, o'rganishi juda katta davlatlari do'stlik aloqalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ana endi Abduljoniki yana bir masala, o'sha boyaga ko'p to'xtaldik, bugun transport logistika masalasi. Keling shunga to'xtaylik. Iqtisodiyotimiz uchun deylik Xitoydan boshlangan yo'lni o'sha bir kamar, bir belbog' bir kamar loyihasini davom etishida va Yevropa o'sha Xitoydan tovarlarni Yevropa bozoriga, O'zbekistondan tranzit, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida O'zbekistondan tranzit orqali yetib borishida bu transport logistika yo'nalishini amalga oshirish biz uchun nima deydi, narx-navo jihatdan qanchalik bizga foyda beradi deylik. O'sha portlar, Gruziya portlariga qanday yetib olamiz? Bu temir yo'l orqalimi yoki o'sha transport orqali bo'ladimi, yuk tashish transport orqali bo'ladimi? Qanday amalga oshiriladi va buning ahamiyati qanday bo'ladi biz uchun, iqtisodiyotimiz uchun qanday bo'ladi va biz Yevropaga qanday tovarlarni hozir taklif qila olamiz? Va buni ta'siri qanday bo'ladi va bundan biz qanday foydalanishimiz kerak hozirgi kunda? Hozir muqobil yo'llarimiz bor, alternativ yo'llarimiz bor, lekin mana shu yangi yo'nalishlarni, yangi logistik hozir hab sifatida foydalanmoqchimiz biz Gruziyani, to'g'risi ochiq aytish kerak. Bu borada biz qanday imkoniyatlarga ega bo'lamiz? Albatta o'rinli va to'g'ri savol jihatida biz nimaga e'tibor qaratamiz? Avvalambor mana aytib o'tilgandek, biz Gruziyani biz o'rta bo'g'in hubi sifatida foydalanish haqida gaplashdik. Albatta mana shu kelishuv jarayonida ham ikki davlat rahbarlari gaplashganda aynan mana shu jihatiga e'tibor qaratildiki, Gruziyadagi mana shu Baku-Tbilisi Kars temir yo'lining ishga tushganligining e'tirof etilishi va uni bevosita mana shu Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilayotgan temir yo'l tarmog'imiz bilan bir-biriga bog'lash masalasini ko'rib chiqilganda ham boyaga yuqorida aytganimizdek logistika zanjirini bog'lashga xizmat qiladi. Albatta biz yuqorida aytib o'tganimizdek dunyo bo'yicha eng logistikadagi eng kam xarj yo'llardan biri bu albatta dengiz portlari orqali. Bu dunyoni istalgan nuqtasiga kam xarajat bilan yetkazib borish imkoniyatini bersa, ikkinchisi temir yo'l tarmog'i hisoblanadi. Mana shu jihati bilan yuqoridagi fikrlarimizning mantiqiy davomi sifatida bu birinchidan mamlakatimizning milliy mahsulotlarimizni jahon bozoriga kam xarajat bilan chiqarishga, ya'ni oraliq xarajatlarni kamaytirishga xizmat qilsa, qolaversa bu mintaqa manfaatlarida ham ijobiy o'rin tutadi va mana yuqoridagi savolda ham aytib o'tilgandek, bu ikki taraf uchun ham va nafaqat ikki taraf, bu balkim Gruziya timsolida demak bu Yevropa bozorining bizning mintaqamizga kirib kelishiga va shu bilan bir qatorda bizning mintaqamizning bevosita Yevropa bozoriga o'tishiga ikki mamlakat muhim nuqtalardan biriga aylanadi. Albatta bu savdo iqtisodiy jihatdan juda qo'l keladi va ikki mamlakat rivojiga ham va uning qo'shilgan qiymatlarning ortishiga ham xizmat qiladi. Endi milliy mahsulotlarimiz bozorida mana oldin ham aytib o'tilgandek, bizning tekstil bozorimiz bugun butun dunyo bozorida e'tirof etib kelinmoqda va uning yuqori sifati o'sha ilg'or bu yuqori tajribaga ega bo'lgan mamlakatlar qatorida ham raqobatlasha olmoqda. Va mana hozirgi kunda bu nafaqat tekstilda, balkim boshqa tarmoqlarimizda ham bizning ishlab chiqarish quvvatlarimiz o'z imkoniyatlarimizni qoplagan holda demak tashqi bozoriga chiqish uchun imkoniyatlarimiz yetarli va oshib bormoqda va mana shu jihatidan bu hamkorlikning mevasi bizning iqtisodiy jihatdan tadbirkorlik subyektlarimizning rivojlanishiga turtki beruvchi asosiy omillardan biri bo'ladi. Asror aka, mana 2 kunlik tashrifda va unda erishilgan kelishuvlar yakuni bo'yicha ularning ijrosi bo'yicha yaqin yillarda ikki davlat o'rtasida qanday o'sish dinamikasini ko'rishimiz mumkin? Munosabatlarga qanchalik impuls beradi va shu ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlar? Albatta iqtisodiy hamkorlik, o'zaro tovar ayirboshlash 2026-yilda mana 6 oy mobaynida 100 million dollarga yetgan. Bu oldingi yillardagi 7 oy, 6 oy orasida erishilgan eng yuqori nuqtasi. Va mana shu imzolangan 14 ta shartnoma va umuman kelishuvlar kelajakdagi demak o'ziga xos demak o'sha tovar ayirboshlash savdo munosabatlari platformasini shakllantirib berdi. Bu platforma kelajakda ikki mamlakat o'rtasidagi o'sha
tovar ayirboshlashni 1 milliard dollarga yetkazishga maqsad qilinyapti. Bu 1 milliard dollarga yetkizish albatta Gruziyani ham savdo munosabatlari, tashqi siyosati va o'sha savdo hamkorlarini ham yana ko'paytirishga xizmat qiladi. Va biz bilan imzolangan aytaylik mana ekologiya sohasida, atrof muhit muhofazasi borasida, sog'liq saqlash sohasida o'zaro anglashuv memorandumi, qolaversa mehnat migratsiyasi sohasida o'zaro anglashuv memorandumi. Bugun O'zbekiston hali ham mehnat migrantlari juda ko'p, ayniqsa Rossiya davlatida, Qozog'iston davlatida, uzoq arab davlatlarida biz xohlardik aynan mana shu migratsiya osonlash orqali Yevropa mamlakatlariga, ya'ni Gruziya orqali kirish. Bunga ham demak juda katta ahamiyat qaratilmoqda. O'zaro hamkorlikni yana ham mustahkamlab beradi. Va turizm sohasida ham alohida memorandum imzolandi. Biz tan olish kerak, turizm sohasida Gruziyaning tajribasini o'zlashtirishimiz kerak. Gruziya bugun o'sha Yevropa standartlariga, qolaversa jahon standartlariga mos turizm obyektlari shakllangan. Ularni o'zimizda hududimizda, tog'li, tog' oldi hududlarimizda, kerak bo'lsa ko'l bo'ylarida o'sha infratuzilmani shakllantirishda ham mana shu turizm sohasidagi anglashuv memorandumi muhim ahamiyat kasb etadi. Eng muhimi biz maqsad qilganmiz jahon savdo tashkilotiga kirishimizda Gruziyani ham albatta o'rni bor, qo'llab-quvvatlashi, u bilan imzolangan shartnomalar bizni bevosita mana shu xalqaro tashkilotga yaqinlashtiradi va ikki mamlakat o'rtasidagi o'sha turli sohalarda imzolangan shartnomalar mamlakatda demak taraqqiyotiga xizmat qiladi. Yuqorida mana aytildi, Gruziya bosh vaziri Ikardi bilan o'sha Kabaxidzedan intervyular olishdi bizni jurnalistlarimiz. Shunda aytayaptiki, Shavkat Miromonovich Mirziyoyev haqida fikr bildirib, tinmayotgan xalqini aytaylik o'sha rivoji uchun, xalqini taraqqiyoti uchun izlanayotgan bunaqa yetakchilar dunyoda kam uchraydi. Sizda xalqingiz shunday demak yetakchiga ega ekan, albatta o'zini maqsad muddolariga, o'zini strategik maqsadlariga erishadi bu mamlakat degan e'tiroflar berilyapti-da. Bularning ham barchasi bizning yurtimizda olib borayotgan tashqi siyosat, qolaversa preventiv diplomatiya sohasida biz to'g'ri yo'lda ekanligimiz va dunyo e'tirof etayotganligi va bugungi Gruziya hukumati, shakllangan hukumati mintaqada albatta o'ziga xos mintaqaning manfaatlarini tashqi siyosatda ham, Yevropada, qolaversa boshqa mintaqalarda ham, BMT doirasidagi tashabbuslarda ham doimiy qo'llab-quvvatlashiga mana shu tashrif xizmat qilib qoladi. Albatta bu tashrif, uning doirasida bo'lib o'tgan tadbirlar, erishilgan kelishuvlar, muzokaralar barchasi bu avvalo davlatimizning o'sha milliy manfaatlaridan kelib chiqib erishildi va bu manfaatlarning asosiysi bu xalqimiz tinch bo'lsin, farovonlikka erishsin va albatta iqtisodiyotimizni rivojlantirish asosiy maqsad qo'yildi va bu kelishuvlarni amalga oshirish orqali biz mana shu yo'nalishdagi o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishamiz va buni oddiy odamlarimiz o'zining kundalik hayotida ko'radi. Bugungi studiyaga tashrif va bizga bergan ma'lumotlar uchun minnatdorlik bildiramiz. Siz studiya 24 ni tomosha qildingiz. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling. Rahmat.